Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Hurmatli kuzatuvchilar, bugun Xazaras tumanida tovuq bozoriga keldik. Kazak bozoridagi tovuq bozori. Görüp, kuzatib, like bosib, videoni tarqatib qo'yarsiz. Hozir tovuqlar narxlari bilan donishib chiqamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, necha so'm bo'lar? Necha so'mmi? Biri 150, biri 122 xo'roz qoldi. 150, birisi 120 dedilar yana. Ko'rarsiz, o'ynab turibdi tovuqlar. Juja xo'roz. Bu oq tovuqlar necha so'm bo'ldi? 40 ming so'mdan yana. So'yib yemekka bo'ladi. Doğup turibmi bular? Doğup ham turibdi, hurmatli obunachilar. Jo'jalar necha so'm bo'ldi? Necha kunlik bular? 6 ming so'mdan yana 3 kunlik jo'jalar, obunachilar. Ko'rarasizlar. Assalomu alaykum. Tovuq ina bu o'rdek jo'jalar necha so'm? Hey? 28 ming so'mdan yana. 1 oylik jo'jalar, hurmatli obunachilar yana. Ko'rarasizlar. Xazaras tovuq bozorindamiz, xudo xolasa. Ko'rib, baho berasizlar yana. Jo'jalar necha so'm? Necha kunlik bular? Bular 3 kunlik, ondan qara shahzoda. Qara shahzoda degan zot ekana, hurmatli obunachilar yana. 3 kunlik. Ko'rarasizlar. Induk jo'jalar necha so'm bo'ldi? Jo'ja 15 kunlik, 45 dan. 15 kunlik induk jo'jayna, hurmatli obunachilar, 45 ming so'mdan deydilar yana. Ko'rarasizlar. Qarakosh degan zotdan yana. Assalomu alaykum, ana bugun bozorga quyon tushibdi. Necha so'm bo'ldi bu? 1.300 ming so'm ikkisi. Nav degan zot bu? 700-600. Velikan bular. Velikan degan quyon zotlaridan tushibdi yana, hurmatli obunachilar. İkisi ham bo'g'oz, qiyzak ikkisi ham do'g'adi tezdat turibdilar. İkisi necha so'm? İkisi 1.300. İkisi 1.300 ming so'mda turibdilar yana, gigant. Kichkina butik emas, hurmatli obunachilar. Katta quyon, zotdor quyondan. Kurkan necha so'm? 250 kurk bu. 250 ming so'm yana. Kurk? Nasıl beraber? Kurk induk ekana, hurmatli obunachilar, to'g'ri tuxum tashab beraverasizlar, yetadi. Telefon nomer qo'yamizmi bunga? Bormi boshqa? Assalomu alaykum, xo'roz necha so'm ekan? 300. 300 ming so'mda turibdilar yana xo'rozi. Ina bu necha so'm bu? 200 ming so'm yana xo'roz. Ina bu urshadon ekan, hurmatli obunachilar, bu ham shunning zotdor xo'roz. Jo'jalar necha so'm bo'ldi? 24 ming so'mdan yana, hurmatli obunachilar, ko'rarasizlar. Navdayan zoti bu, qara shahzodami? Nav bu? Assalomu alaykum, induk necha so'm bo'ldi? Induk 500. 500 ming so'm dedilar yana induk, hurmatli obunachilar, ko'rarasizlar, erkak induk yana. Katta gigant. 500 ming so'mda turibdilar, hurmatli obunachilar. Bir dona like bosinglar induk uchun. Yana induk. Assalomu alaykum, necha so'm bo'ldi jo'jalar? 26 ming so'mdan yana jo'jalar, hurmatli obunachilar. Ko'rarasizlar, o'ynab turibdi jo'jalar. Bu shilpoyi batgan kasallig'ani yo'q, ina. Ko'rarasizlar. Kimga shunday jo'jalar kerak bo'lsa, kelaverasizlar. Telefon nomer qo'yamizmi apa? Oxiri keyini bormi bularning? Ayting. Ayting nomer. 93lik 281 47 27 kelaverasizlar ishirayna. Telefon nomerlari ursangizlar, shunday jo'jalar bor. Xazaras bo'ylab dastlab kelsam bo'ladi, xudo xolasa. Mana. Assalomu alaykum, quyonlar necha so'm? 100 ming so'mdan yana, hurmatli obunachilar, quyonlar, ko'raverasizlar. Velikan quyoning bolalari ekan yana. Necha kunlik bular, oylikmi? Oylik. 4-5 oylik kichkina quyon ekan yana, hurmatli obunachilar. Ko'raverasizlar. Yana. Xo'rozdan necha so'm? 200 ming so'm ekan, hurmatli obunachilar, xo'roz yana. Qo'shroy xo'roz. Ko'rarasizlar, kelishib beraman dedilar yana. Xazaras bozorinda bu, hurmatli obunachilar. Yana indushka o'rdak tushibdi. Necha so'm bu? 200 ulam gelişlerden. 200 ming so'm kelishlardan yeri bor dedilar yana, hurmatli obunachilar.
Öbedeyine gakkıldıydan ördek bor ekan hurmatli obunachilar yana. Necha so'm bo'ladi gakkıldıydan ördek? 90 beraber. 90 ming so'mdan yana hurmatli obunachilar. Doğup turgan. Ko'raverasizlar yana doğup turgan. Ina tuxumi. Doğup turibdi. Telefon nomerlari qo'yamizmi?